Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, ayni paytda biz Toshkent shahridagi markaziy Novza masjidida turibmiz. Bu yerni o'zgacha bir shukuh qamrab olgan. Chunki bugun muqaddas Saudiya Arabistonidagi Makka va Madina shaharlariga 2026-yilgi haj mavsumining ilk hojilari yo'lga tushmoqda. Ko'rib turganingiz, hojilarimiz taraddud ko'rishda, barchalari ellikboshlarning ko'rsatmalariga amal qilgan holatda tartib bilan qulay zamonaviy avtobuslarga taraddud ko'rishmoqda. Ular ayni paytda Toshkent xalqaro aeroport